To'rtinchi qonun shundan kelib chiqadi. Endi shu 10 ta ko'sakni shakllantirib olish kerak. Buning uchun o'g'itlash qonunini aytdik. Bu juda ham muhim. Eng katta xatolarimiz o'tgan yillarda biz o'g'itlashda xato qilardik. Juda ko'p azot berardik. Shu bir an'anaga aylanib qoldi. Azot bilan bo'ladi degan tushuncha bizda shakllanib qoldi. Shu joyda mana 240 ming ko'chat. Ko'pchilikda tushuncha borki, ko'p o'g'it berish kerak. Oldin 100 ming ko'chat berardik, 350 ming, 50 kilogramm berardik. Endi biz 240 mingga oz ko'p, bu ko'p o'g'it yeyish kerak. Bu to'la noto'g'ri tushunchaligini hozir yana bir marta men aytmoqchiman, murojaat qilib fermerlarimizga. Bu noto'g'ri tushuncha. O'g'itlashda MPK qonuni ishlash kerak bo'ladi. U ko'chat soni bilan bog'liq emas. MPK 1.07.05, ya'ni 1 azot bo'lsa 0.7 fosfor, 0.5 kaliy bo'lishi kerak bo'ladi. U 240 ming ko'chatmi, 300 ming ko'chatmi, agar shu MPK ga mos o'g'it bersangiz, shundagina siz marra bo'ladi. Endi shu joyda 8 ta 9 ta ko'sak qilish uchun nima e'tibor berish kerak? Makro o'g'it bu MPK. Bu o'sha belgilangan miqdorda sof holda mana 150 kilogrammdan nitrat, fosfor shunga moslashgan 0.7si va shunga qarab berishimiz kerak bo'ladi. Agar 250 kilogramm ko'taradimi? Ko'taradi. Yo 300 kilogramm ko'taradimi nitrat? Ko'taradi, lekin yoniga fosforni qo'yish kerak bo'ladi. Shuncha miqdorda fosforni o'g'itlash fosfordan kelib chiqib belgilanadi, nitratning miqdori. Agar fosforni sola olsangiz, ko'tarib borsangiz bo'laveradi. Nitrat. Shunga e'tibor berish kerak. Kaliy juda ham muhim. Kaliy mana 0.5 qo'yamiz, gektariga hozir 70 kilodan 100 kilogacha solinyapti. Shunga yarasha. Demak, 100 kilo solinadigan bo'lsa 200 kilo nitrat berish kerak bo'ladi. 100 kilo kaliyga 200 kilo nitrat berish kerak bo'ladi. 140 kilo fosfor, 200 kilo nitrat, 100 kilo kaliy solish kerak bo'ladi. Sof holda aytyapman. Shuni berish kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim va boshqarish uchun o'sha 95. Lekin bundan tashqari 8 ta ko'sakni ushlab qolish juda ham muhim. Eng muhim tadbir mana hozir gulladi. Shonalashga kirdi, paxtalarimiz gullayib yotibdi. Shu paytda hamma shonani ko'sakka aylantirish uchun hech qachon ishlatmaganmiz qishloq xo'jaligida. Bor kislotasi. 250 grammdan bor kislotasi bersangiz, bu kaliy bor, yerga solingan makro o'g'it. Bor kislotasi ko'sakni o'sha poyaga mahkamlab berishda juda ham katta yordam beradi va u kaliyni o'zlashtirishga yordam beradi, bu qotiradi. Demak, ko'sak hech qachon tushib ketmaydi. 8 ta ko'sak 95 sm ichida bo'lish uchun o'g'itlash qonuni juda ham muhim. Birinchidan ko'p o'g'it solish kerak emas. MPK, ikkinchidan bor kislotasi. Bor kislotasi bilan birgalikda juda ko'p aminokislotalar berish kerak. Juda ham muhim. Juda ko'p boshqa mikroelementlar berish kerak. Ayniqsa temir. Juda ham muhim mikroelement. Temir bo'lmasa fosfor solganning foydasi yo'q. Fosfor ishlata olmaydi. Fosfor bo'lmasa MPK ishlamaydi. Marganez juda ham muhim. Marganez o'simliklardagi o'sha temir gemoglobinning o'rnini bosadigan asosiy kataliz, fotosintezga kataliz qiladigan marganez. Marganez bo'lmasa nima bo'ladi? Dalaga borsangiz, dala och yashil bo'ladi. Och yashil dalaga ko'proq aytadiki, suv qo'yib yubordik, suv bosib qoldi deydi. To'g'ri, suv qancha ko'p bo'lsa och yashil bo'lib ketadi. Nimaga? Suv tepaga boraveradi, lekin shakar sintez bo'lmaydi. Shu joyda endi fermerlarimizga aytdikki, yangi bir tavsiya sifatida 8 ta ko'sak nafaqat ko'sak bo'lish kerak, u katta bo'lish kerak. Katta qilish yo'llaridan albatta o'g'itlar muhim, lekin bu joyda doim aytayapmiz hammaga yangilik, oddiy juda ham arzon bu o'sha achitqilar. 20 ta paketini 1 gektarga sepsa, ko'sak katta bo'ladi. Bog'dorchilikda juda ham ko'p foydalanadi. Ozgina shakar qo'shib sepiladi. Shunda bu aminokislotalar sintez qiladi, shakarni sintez qiladi, elementni kattaytiradi. Yordam beradi. 8 ta ko'sak bo'liq ko'sakka aylanadi. Bu juda ham muhim.